Assalomu alaykum qarindoshlar. Agar men sizlardan siz tomoq yeyishga qiziqamsiz yoki suv ichishga qiziqamsiz deb so'rasam, sizlar uchun bu qanday savol bu? Nima degan g'alita deb o'ylaysizlar? Chunki bir insondan qanday uni tomoq yeyishga, suv ichishga qiziqamsiz deb so'rg'ili bo'ldi deb o'ylaymiz. Agar siz futbol o'ynashga qiziqamsiz yoki basketbolgami? Yoki siz meva suyini yaxshi ko'ramsiz yoki gazli ichimlikni deb so'rasamchi? Menimcha bu g'alati bilinmasligi mumkin. Nimishqa? Chunki yemek içmek bizning hayotimizda kim bo'lsa bo'lmaydigan narsa. Ya'ni biz ular orqali hayot turamiz. Agar hayotimizda yeydiganimiz, ichadiganimiz, ya'ni suyimiz va yemekligimiz bo'lmasa biz hayot tura olmaymiz. Biz shuni yeyishga, ichishga majbur. Ammo undan boshqalaricha bizning hayotimizni bo'lsin ayt yaxshi bo'ldi. Ammo bo'lmay qolsa-mu yana tirik tura olamiz, hayot yashay olamiz. Endi mening qarashimcha insonning ilkidagi narsalarni cho'ng jihatdan ikki kategoriyaga ayirish mumkin. Birisi bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar, ikkinchisi bo'lsa bo'ladigan narsalar. Bu biroz g'alati ifodalandi, ammo tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar deganimiz bir insonning hayotiga nisbatan. Agar biz bir insonning hayotini bir binoga o'xshatsak, u binoning to'riklariga o'xshaydi. Biz bir binoni to'riksiz tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni to'riki bo'lmasa bu bino o'rilib ketadi. Yıkılıp gidiyor. Yani bina bulanmaydı. Xuddi shunga o'xshash bizning hayotimizda mana shunday bo'lmasa qat'iy bo'lmaydigan bir turkum narsalarimiz bor. Endi biz hayotimizdagi bu bo'lmasa bo'lmaydigan narsalarga vaqt chiqarmaymi amalimiz yo'q. Uni unutib ketishga amalimiz yo'q. Masalan biz kech bo'lgan vaqtda men bugun ajab tomoq yeyishni unutib qolibdim yoki kechilik bo'lgan vaqtda men oqshom uxlashni unutib qolibdim deyolmaymiz. Nimishqa? Çünkü bu bizim hayatımızda bo'lmasa bo'lmas narsalar. Yani bizning bunun oldida tanlashimiz yo'q. İkinci bir imkoniyatimiz yo'q. Endi bugungi parantimimiz kitobga kelaylik. Unda da kitap bizning hayotimizda o bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar ichidimi yoki bo'lsa bo'ladigan narsalar ichidimi? Ya'ni hayotimizga nisbatan kitap qat'iy bo'lmasa bo'lmaydigan bir zurriyat deb qaramdik. Yoki bo'lsa yaxshi bo'ladigan, ammo bo'lmay qolsa-mu, bak yo'g'onish bo'lib ketmaydigan bir qo'shimcha ehtiyoj deb qaramdik. Menimcha buning savoliga biz avval inson zoti qanday maxluq degan savolga javob berish bilan boshlaymiz. Bizning tushunchimizda, ya'ni bizning dinimizning tushunchasida, men boshqa falsafiy iqimlarni hozircha qo'yib turay. Badan va ruhdan tashkil topgan bir maxluq. Ya'ni biz bir badanga ega, shunga o'xshash ruhga ega. Ya'ni Alloh taolo bizni avval tuproqni yaratgan, bizning badanimizni. Andan keyin bizga jon kirgizgan, ya'ni bizni bir ruhga ega qilgan. Onda da insanı insan qıptığını, yani insanın haqiqiy mahiyeti onun beden tarafıdır yoki ruh tarafıdır? Bu sual intayin mühim. Şundaq bu sualın cevabı ameliyatda bizim hayatımızı qanday o'tkazishni belgilaydigan darajada mühim. Agar biz insonga mushu nuqtadan bir ta'bir bergan vaqtimizda biz tabiiyla insonni boshqa turdagi maxluqlar bilan selishtiramiz. Agar biz jismoniy jihatdan selishtirgan vaqtimizda biz qarasak atrofdagi boshqa hayvonlar bilan bizning hech farqimiz yo'qligini his qilamiz. Bizning uri ma'nolaydiganligimiz, bizning terimizning yumliq emasligi bizning boshqa maxluqlardan farqlanib turadigan eng muhim alohidligimiz emas. Hayvonlarni yeydi, biz mi yeymiz? Ular ichidi, biz mi ichimiz? Ularni nasl qoldirdi, biz mi qoldiramiz? Ularni uxlaydi, biz mi uxlaymiz? Unda da bizni hayvonlardan farqlantirgan narsa nima? Ya'ni bizning badanimizda emas, balki ruhimizda. Buni qanday bilamiz? Menimcha biz buni Allah Teala'nın insanlara peygamber evetkenligi, kitap nazil qilganlik orqali bilamiz. Ya'ni inson bir ruhga ega bo'lganlik uchun, aqlga ega bo'lganlik uchun andan keyin u bir vahiy obyekti bo'la olgan, bir payg'ambar evatiladigan bir inson bo'la olgan. Agar unday qilmagan bo'lsa, balki boshqa hayvonlarga shunday payg'ambarlar evatilishi, kitoblar evatilishi mumkin edi. Ammo bu yerdagi mohiyat jismoniyatda emas, balki ruhiyatda bo'lganligi uchun bizga vahiy tushgan, bizga payg'ambar evatilgan. Endi yana bir farq. Alloh taolo insonni yaratgan vaqtda, balki hammamiz bu oyatlarni o'qigan bo'lishimiz mumkin. Farishtalar o'kti qopdi. Ya'ni farishtalar buni toza qabul qila olmay, "Ey Alloh, sen bu zaminda nahaq qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan bir maxluqni yaratamsan. Biz seni pok deb bilamiz. Biz seni har doim zikr tasbihlarimiz bilan eslab turamiz emasmi?" deb shunday degan vaqtda Alloh taolo ularga, ya'ni bularning bu shikoyatiga bunday javob qaytardi. Herkesmi inson sizlarga qaraganda egiz, sizlarga qaraganda qamlashgan, sizlarga qaraganda chiroyli demaydi.
balki inson bilgan narsalarni sizlar bilamsizlar deb savol so'raydi. Farishtalar bilmaydiganligini deydi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda farishtalarning shu e'tiroziga javob bergan vaqtda insonning moddiy aloyidliklarini, ya'ni jismoniy afzalliklarini bayon qilmasdan, balki insonning ma'naviy, ya'ni ruhiy jihatga ustunligini, ya'ni insonning g'ayri jismoniy tarafini alohida gavdalantirganligini ko'ra olamiz. Ya'ni insonning ruhini ta'kidlaganligini ko'ra olamiz. Mana bu shuning o'zi. Ya'ni insonni farishtadan ustun qilgan narsaningmi, ya'ni uning jismi emas, balki ruhi ekanligini bila olamiz. Demak, menimcha bulardan insonning mohiyatining uning jismida emas, balki ruhida ekanligini qabul qilamiz. Unda da bizning buni tushunib olishimiz bilan bu kitobning nima munosabati bor? Nadizish munosabati bor. Chunki agar biz insonning ruh va badandan iborat ikki tarafdan tashkil topganligini his qilgan vaqtimizda, tabiiy yo'sinda har ikkala tarafning ehtiyojini tang nazarga olish kerakligini tang qabul qilamiz. Xuddi badanning yeyish, ichish, uxlashga o'xshash ehtiyoji bo'lgandek, ruhning uzguchlik ehtiyoji bor. Biz bu yerda ruhning ehtiyoji degan vaqtimizda biz insonning mohiyatining ehtiyoji, insonni inson qilib turgan bir omilning ehtiyoji deb tushunishimiz kerak. Bu nuqtadan solishtirgan vaqtimizda agar biz o'zimizning qaysi tarafining eng mohiyat ekanligini haqiqiy qabul qilgan vaqtimizda biz chuqur ruhimizning ehtiyojiga har doim quloq solish kerakligini chuqur qabul qilamiz. Chunki bizni biz qilib turgan, insonni inson qilib turgan narsa badanimiz emas, balki ruhimiz. Chunki har qanday shayga muomala qilgan vaqtimizda eng avval mohiyat boshda keldi. Mohiyat birinchi o'rinda turdi. Boshqa taraflar ikkinchi o'rinda turdi. Agar biz ruhimizning ehtiyojini birinchi o'rin qo'ygan vaqtimizda, mening qarashimcha, bizning hayotimizda tubdan bir o'zgarish yuz berdi. Ya'ni bu bizga nisbatan bir inqilobdan darak berdi. Ya'ni ruhiy jihatdagi bir inqilobdir. Biz ruhimizning ehtiyojiga haqiqiy ko'ngil bo'lishga boshlaymiz. Unda da ruhimizning ehtiyoji nima? Menimcha oddiy aytgan vaqtda bizning ruhimizning ehtiyoji tushunish, ishonish, zo'q elish, bilish qatorliqlardan iborat. Ya'ni texnik tushuntirishga to'g'ri kelsa, menimcha o'qish, o'rganish, ibodat qilish, istiqomatda turish degan gap. Agar biz bularni menimcha bir moddiy bir simvol bilan ifodalash to'g'ri deb qarasak, buni eng yaxshi bunda ikki narsa ifodalaydi. Birisi masjid, ikkinchisi kitob. Menimcha ruhning birinchi o'rinda ekanligidan iborat bu tushuncha bizning engimizga haqiqiy yerlashgan vaqtda bizning hayotimizda bunday o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Men ba'zi ifodalarni so'zlab qo'yay. Qo'sqimiz eshib qilib oshxonaga qanday oldirgan bo'lsak, biz ibodat uchun masjidga shunda oldirishimiz mumkin. Bozor aylanishni qanday huzur olgan bo'lsak, kitobxona aylanishdimi shunda huzur olishimiz mumkin. Uydagi ishkoplarimizni xilma-xil zinnat buyumlari bilan, qochqumushlar bilan qanday zinnatlagan bo'lsak, kitoblar bilan shunda zinnatlash esimiz kelishi mumkin. Oylik chiqim tizimligimizga har oyda muqim bir kitob chiqimi qo'shilishi mumkin. Hajab amroq tamoqimni yemay qoldimmi deb ko'nglimiz yerim bo'lgandek, bugun hajab kitob o'qiyolmay qoldim deb bearam bo'lishimiz mumkin. Mana shular amaliyotda bizning ruhimizga texmi yaqinlashayotganligimizni, o'zimizning mohiyatiga haqiqiy yuz kelayotganligimizni, ya'ni boshqacha aytsak, o'zimizning insonlik maqomini texmi yuksaltayotganligimizni ko'rsatadi deb o'ylayman. Gap mushaga vaqtda Jaloliddin Rumiyning bir gapi esimga kelib qoldi. U mundaq deydi: ruh chavandoz bo'lsa, badan shu chavandoz mingan otdir. Agar bu chavandoz bu otni o'zining manziliga yetaklamasa, ot chavandozni o'g'riga yetaklaydi deydi. Menimcha bu bugun men demoqchi bo'lgan mazmunni xili obrazliq yuritib beralaydi deb o'ylayman. Demak, yuqoriqilarni xulosa qilgan vaqtimizda mening qarashimcha kitob bizning hayotimizdagi bir qo'shimcha qiziqish emas, balki bo'lmas bir zurriyatdan iborat. Bizning badanimiz yemasa, ichmasa, qanday yiqilib qolsa, xuddi kitobsiz qolsaqmi bizning ruhimiz o'xshashli yiqilib qoladi. Shuningdek, kitob sizning hayotingizdagi, bizning hayotimizdagi bir zinnat emas, balki bizning hayotimizning mohiyatiga, bizning hayotimizning qimmatiga aylangan vaqtda andan keyin biz o'zimizning ruhiga haqiqiy yuz kelalaymiz deb o'ylayman. Shu oxirida siz o'zingizdan shunday bir savolni so'rang. Kitob mening hayotimda bo'lsa bo'ladigan narsalarning ichidami yoki bo'lmasa bo'lmaslarning ichidami? Agar kitob har ikkilisining ichida bo'lmay qolsa, o vaqtda menimcha bu xil hayot haqiqatan motam tutishga tegishli bir baxtsiz hayotdan iborat. Hammaga rahmat.